Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, hammanglarniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim To'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men ota-onam uchun Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmga parlamentning oldida yolg'iz kishi namoyishi qilayotganiga bir oydan ishib qoldim. Men bugun Cheslaga 2021 yili 7-oyning 31 kuni bugun kunga shanba juma juma unutib qolibman. Bugun juma. Men navbatda mening dadam Hamid Abdurahman va opam Sadat Bavdu uchun duolik bermoqchi. Mening dadam 1954-yili 5-oyning 20-kuni, opam 1956-yili 8-oyning 21-kuni tug'ilgan. Bular 2017-yili yanvarning 27-kuni atgan soat 9larda Il oblastlik bexatarlik tarmoqlar tarafidan tutib ochib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirgan. Uningdan keyin 2019-yili og'zaki sud etib 18 yil qamoq jazosiga hukm qilgan. Mening opam dadamningki sudningki bundaq bo'lishidagi tutki sabab bo'lsa, birinchidan meningki Shvetsiyada yashaganligim va Shvetsiyadagi shaxsiy uchurlarimniki Xitoy bexatarlik tarmoqlariga setilganligi. Bu muqarrar 100%. İkincisi olsa opam dadamningki İstanbulda men bilan ko'rishganligi. Mening opam dadam 2014-yili aprelningki o'ttirlari 2 haftalik Turkiyaningki sayohat vizasini ilib kelib men bilan ko'rishib Turkiyadan vizasini to'shishdan bir kun burun qaytib ketgan. Mening opam dadamningki hech qanday gunohi yo'q. Mening opam dadam gunohsiz. Xitoy hukumati mening opam dadamni shaxsiz qo'yib berish kerak. Bu bir. Ondan keyin bo'lsa Shvetsiya Shimoliy Yevropadagi iqtisodiy kuchlik, ig'ir sanoati kuchlik, meditsina kuchlik, ma'rifi kuchlik, farovonligi kuchlik, oldin Skandinaviyadagi ko'p davlatlarni boshqargan davlat. Shvetsiya ICC'ga, ya'ni Xalqaro jinoiy ishlar sudiga tabi mamlakat. Men Shvetsiya fuqarosi bo'lish suhbatim bilan 10 yilning kelgan 12 yil bo'lgan bo'lsa, 2 yilgacha o'zim u yoq bu yoq epimni tepib 10 yilgacha qonunliq baş to'lab Shvetsiya hukumatiningki qonundan chiqmay qonunliq yashab keldim. Hozir men Shvetsiyaningki grajdanlik fuqarosi. Shuningga men Xitoy hukumatini Shvetsiyaningki mushu ICC'ga tabi nimasidan foydalanib, men Xitoy hukumatiningki Xitoyningki ota-onamni 5 yil qonunsiz turmada solib olganlik uchun men xalqaro jinoiy ishlar sudiga tirik guvochi sifatida chiqishga tayyor. Ham Xitoy hukumati ota-onamni qo'yib bermasa, men bu ishni qilaman. Mening ota-onam hech qanday gunohi yo'q. Men aloqalashadigan o'rinlar bilan aloqalashib, advokatlarim bilan qonuniy organlar bilan aloqalashib, bu ishni qilib chiqishga tirishima va yoki meningki Amerikadagi do'stlarimmi mening kaynimda dunyoningki hamma yerdagi kuchli, vatanparvar, o'qigan, vijdoni va do'stlarim mening oqimda ham mening cho'ng dadam, tuqqanlarimmi meningki kaynimda meni qo'llaydi. Men yolg'iz emas. Uningdan keyin bo'lsa, meningki Shvetsiyadagi shaxsiy uchurlarimdan setilgani degan chog'da Mishadagi bir g'uljilik bola Mishadin ketib 2016-yili men va meningki atrofimdagi ba'zi bir g'uljilik akashlar bilishimcha Norvegiyadan angldim nurg'unlarni satgan. Aningdan keyin bizning uydagilar shuning bilan ziyonkashlik kelgan. O odamningki Qozog'istonda, Almatada go'sht do'koni bor. Asha ularningki uchur markazi. Nurg'un g'uljidagi vatanparvar, millatparvar savdogarlarni uning aksi nurg'un ko'ydirayotgan. Bularningki qo'li ili rayonidagi nurg'unlagan millatparvar, ma'rifparvar, vatanparvar odamlarningki qini bilan bo'ylab ketgan. Allah balayısını versin. Allah kızınınki balayısını versin. Allah xotinning balayısını versin. Allah bütün uydagilarningki balayısını versin. İkincisi,
meningki ota-onamga bo'lgan hisiyatimdan foydalanib, meni virus mezgilda narsa kerak akalab, mening narslarimni talab qilib, asli bo'lmasa men degandim, meningda saq top-toza material bor. Mavi apam dadamdan kirib ketgani rost. Mani bir ko'tarib chiqib, bir g'ul-g'ul qildi desam, shu qo'limdagi soatimga ko'zi tushib, ash soatni olmagacha meningdan Rolex markali bir soatdi. Shu soatni olmagacha mendan bu ishni qilmadi. Oldi, undan keyin nafs yuqorilashga boshladi. Pul oldi, Tailandga shuni berib, Tailandga berib, bir kimlar bilan ko'rishib kelib bitirib berma deb. Nas kerak buyurdi. O'qotinni ko'chgan qaytarib o'tirgan uylarni o'zbek bolalarni akeldim, tozildi, remont qildi. O bolalarmi bor? O bolalarmi bor? Ularmi tirik guvochi. Men bu qitim qonun yo'lini tanlab bu ishni qonun bo'yicha hal qilishni tanladim. Chunki men uning bilan kuchsinishma desam, kuchimni yetadi. Uningdan qaytirib olg'adak meningki nimam bor. Chunki men hozir advokatga pul qashildim. Bu advokatimning odatda sotga chiqsa, ikki odam shu advokatninkimi pullarni shu uttirg'uvchi taraf to'laydi ekan. Buni advokatim qildim. Sen agar bu sotda nimada hamma narsani to'liq, agar u tayyor bo'lsa, sotga sen chiqishga tayyor qilsa, u seninki barliq chiqimlaringni to'laydi dedi. Meningki meshada turgan, yegan ishgan, hamma qilgan narsamni men qo'shlab to'ldiman. Uning ustiga uninki ayolsini so'rab chiqaman. Chunki u nong'ima pul urgan. Bu ishni men bunday oson bo'ldi qilmayman. Bu şey virus mezgildan foydalanib, menga narsa kerak to'shig'izgan, yerlardan tunugan bir qism Xitoy marketlarini video qilib qo'ydim. Bugun asli qilmoqchidim, bir Vallimbe degan rayonga berib, bu yerda vaqtim bugun yetishmaydigan bo'lib qoldi. Azroq bir ishim chiqib qoldi. Advokat bir kelib kelsang, soatda bir 3:30larga degan, shuningga boradigan yerim chiqib qoldi. Uning ustiga azroq cho'nglarning mening boradigan ishim chiqib qoldi. Shuning bilan bugun u yerni men video qilolmaydigan bo'ldim. Shu haftaninki shanba-shanbada asosli balagan yerlarimdagi do'konlarni olgan qimmat aroqlarimni men videoga ilib, shu xalq ommasiga sunaman. Undan keyin shu odam turadigan ma'ri rayondagi bekat degandek narsalarni qilsam, asos jihatdan meningcha kimligini Shvetsiyadagilarmi emas, boshqa davlatdagilarmi asos jihatdan bilib qopti. Menga shundaqmi deb keldi. Men bununla cevap vermedim. Çünkü cevap verişini kalamadım. Çünkü bu narsa kaçanki mening ağzımdan çıkan çağda hesap. Başkalarınınki qalaymagan mülahiz yurgizib, qalaymagan bazı emas bir kishilarni deb qoldi. Bu yerda xalqlar mülahizi yurgizib, qilmay anglab qolsanglar bo'ldi. Meningki ağzımdan çıkan çağda şu narsa vacib bo'ladi. Agar bu kishi og'riqchan bo'lib elib yoki sarang bo'lib elib yoki mushtaq sotlardan qechib doktorxonalarga berib saranglik kinishkisini hal qilib olsa yoki hal qilmoqchi bo'lsa, men o'tgandagidek mazkur delo advokat tarafidan adliya organlariga topshirilib, bu odamningki sarang emasligi to'g'risida men dalil isbotlava. Hatto men Müşününki aşı ayarlısındaki ID kartlarını elip, hatta ben poştlarını akap bergendim, şu bir iş kıvatıdı ödü. Bir yerim için beni akmak kıldı, hiç şimdi kılmadı. Beşi de apan olan telefon paranı çıkızıp koyma, dedi, ha makul dedim. Kenan dedi, vay müşta bir yol çıkmatıdı fıka dedi, makul dedim. Mening keyin anaqada men bo'ldi, mening narsalarni qaytarib beraman, men o'zim shu inqilob yo'lini tanlab, men o'zim shu yo'lda men chiqiray desam, men Shangangda palonchi odamga 3 telefon berdim. Shangangda 3 telefonni bergan bo'lsang, sen berding. O ishni bitirmadingmi, sen uningdan qaytarib ol. Sen ishni bitirmadingmi, men sendan hasilab qaytarg'izman. Qaytarmaydigan bo'lsang, bo'yningni chujining bo'ynini uzgandek uzatma. MTT. Men apangni vangchidan atlab o'tgan qo'y. Shu. Aningdan keyin bo'lsa, bu kishi meni shunda kallamni ishda qaytirib, oxirida xalqningki shaxsiy uchurlarini to'shishga, undan keyin ba'zi bir davlatlarga meni avatishga yoki Jungoninki ichidagi Omin Shangang qatorliq yerlarga meni avatib, meni bir ishlar samoqchi bo'ldi. Buniki men o'zim biladi buniki nimasini. Undan keyin menga
uchur degan pul, undaq, mundaq degan chog'da voy shundaqmi deb turib men qayta uni ashuni o'zi biladi bu narsalarning hammasi deyilgan gaplar. Endi anaqa odam deganning yuzi tiyulab ketsimi amal yo'qka, Rabia Qodirov o'zining ovozini tinib olgan. Buni balkim tinib olishi mumkin, ammo chiqib qolsa uningdan ham tinib olsa baribir xalq anglaydi. Sazgur nuqtadagi ovozlar bexatarlik soqchilar tarmoqlar tarafiga berildi. Mazkur ishlagan tashkilotmi tekshirilishiga adliya sud tomonlariga men agar xohlasam beraman. Mush tashkilotning ichida shunday odamlar bor ekan, mana mushtaqlar ishlayotsa, uning ustiga bu menda odam desa deb. U yerlarga texe ketib qolmadim. Men hozircha mishada ota-onamninki davosidan turyapman. Meningki kiradigan nuqtam asli u emas. Bu men bu yerga chiqish jarayonida men bu narsani hissiyotimni xalqqa anglitib o'tib ketyapman. Men kim bilan yana bir qitimda o'tay. Shvetsiya bexatarlik idorasi, ya'ni Sakarhat polisin deydi. Sapoda ko'rishamdim. Amerikaningki CIA'da ko'rishamdim, FBI'da ko'rishamdim. Nada ko'rsam, men har qandaqiga men narsa beraligidek mening qo'limda bor. Shuning atrofidagi odamlarninki mening va mening do'stlarimdan mendikisi texe minchilikka texe. Mening do'stlarimnikilar o'rtoqlashsam texe mundaq narsalar bor. Aytganda menga mening ishimga ko'ngil bo'lib bir siyadimiz kelib ketdi. Uni naq maydonda debdi. Rahmat. Shunday gaplar. Men ish cho'ng bo'lamdi, kichik bo'lamdi, hech narsadan qo'rqmayman. Ya qarindoshlar, xoyillarga biz bo'pti deb emayli. Bu chiqib bir Bilal Ibrohim Turkistonining so'zlaydigini yoki bir Mirzatning chiqib so'zlaydigini emas. Biz xoyillar bo'pti deb bersak bo'lmaydi. Mushu Sayram o'g'lonninkidimi nurg'unlagan shu mulla polli isha pishalarga qutirib ketdi. Qaysing bir vijdon degan narsa bormi? Tukko'ylar. Sen haq qanday bu xoyinga qatti bo'pti demaslik kerak. Xoyinninki dastidan mushu kun kelyapmiz. Biz vatanning ichidagilarni hech qanday qirqayranmayapmiz. Vatandagilar 100 kiloligidek bo'lsin yashayli. Bu bir ikki odamning chiqib so'zlaydigan emas, xalq safarbarlik bo'lish kerak. Hozir Amerikaning ichida qizil qiyomat jang bo'lyapti. Partiyalarning orasida bilet qaytadan sanaldigan bo'lyapti. Hukumat qaytadan tashkillanadigan bo'lyapti. Govinguyning quyruqi chiqdi. Benon afandim shuning endi necha vaqtdan beri bekorga tumagan. Buningga agishib fushi degani chiqdi. Fushidanki Uyg'ur bunday popaykining jipi so'kilib ketdi, qanday kayni chiqdi. Tökülüp ketding güning oldiri nomus qilishmamsa. Qo'lingdagi Uyg'urning qini bilan qip qisilib o'lib ketdi baqoy. Shuningga baqoy oilangdagi xotinlaring bu yoqda yurib, oyoqda yurgan, sen bu yoqda ichib yurgan. Bolalarning ahvoli yiliqi ko'ryapmiz. Har da'vo qildiganlarniki ko'chaga chiqib ketgan, yo lo'kcha ko'p ketgan, yo buzuq qolib ketgan. Xudoyim ashta tangshab qo'ydi ekan, amal yo'q. Shuningga qarindoshlar bu xoyillarnikiga bo'pti deb bergan ish yo'q. Mana mening ota-onamning ishini asos yaytdan shu xoyillarning qo'li bilan bo'lgan. Bo'lmasa boshqa Uyg'urlar ham yashayotdi. Hech kim Xitoy takkini yo'q. Meninkini Ne'mat degan desa, G'uljining Go'nganjininki boshlig'i Ne'mat degan shu degan desa, buning bolasining qig'ayishi bakchiq, ota-onasini o'qishdan chiqarib qo'yib yurg'achcha kesidimiz deb topshirib degan desa, shu shaxsiy uchurlar bak setilg'achqa Xitoy hukumatiga teganmay xalqni tishlab tortib anangni qanaqa qilsa, Xitoy hukumati takkini mushu uningdan qancha tegma berib konsulni bir nima qilsang Uyg'ur terrorist deydi. Men degan Shvetsiyaning fuqarosi, Shvetsiya hukumatidan yordam so'rayman. Men mushunchilik qilsam bo'ldi, oldim degan planim bor. Matbuotlar bilan, hamda Amerikadagi eng dangliq matbuotlar bilan mening do'stlarim hamkorlashib, mening email adresimdan men nurg'un xat kelyapti. Men Amerikaning konsulxonasiga kirib bo'ldim. Berishga tayyorlik qilyapman. Qadam degan bir taldan keyin sen hamman deb beramdim men nima ish qilyapmanimni. Xitoyga kuching yetmay haqini da'vo ekansan deb. Sening yassan qilsangman 71 yildan yo'q sen nima ish qilding? Xitoyga kuching yetmay. Xitoy degan baqo qara, Amerikadagi bir davlatni keketikida ilvaga odam, senatorlardan tortib parlamentning ichiga qurultoy demsa, ma'rif demsa, yana bir nim darnak demsa, yani sen haqni ilvamay nima? Sen haq nima o'san? O'ngning tuki bir parcha.
Bütün dünya Orta Asya'nı egallab bo'ldi Xitoy. Qozog'istonni manda qilyapti, Afrikani manda qilyapti. Bir ikki tal qurultoy bilan 4-5 tal tashkilotni Xitoy kontrol qilolmamda, bilmamda. Birning bo'lsa pishnichi, eg'vochi. Ha biz ashta pishni qilamiz, ashta eg'vo qilamiz. Ajabda qoyin deb qo'sh, ajab sakrab ketir ekansan. Va shuning ziynini men tatdim, mening ota-onam tatdi, 5 yillik bekor yetyapti. Boshqa shaxsiy uchur setilmaganlar shunday yaxshi yashayotdi, pochtalar kelyotdi, ota-onasi bilan telefon parangishyotdi. Mening opam dadam bekor chilgan saylar mo'miyotdi, shumi bormi yo'qmi? Aying akir ketgan chaqda bo'zda bir hafta ish kelib qarong'iga solab qo'yibdi-ki. Hozirgi shuning dadamning dadasi tugab ketdi. Ko'rishamidi, ash turmaning ichida bir kun meyitnamizni o'ligini ko'ranmidi. Baqasing bir tirishib, bir vatanning bir ishini tuzigroq qilib, mana bir to'g'ri yo'lda qilib, mushunda o'tib ketamdiq, mushda haq otanamiz o'lib ketsa duo qilib, mushda turma kirkas yig'lab, mushda jiramdiq. Eliqi chujuning shumliqidan to'xoning amchi ko'mabdi deganda, ma bizningki niyatimizning yomonligidan, ma da'vogarlarningki ko'pinchasining xoinligidan ma ishimiz hal bo'lmaydi. Mushu SSRda turgan mamlakatdagi O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston deganlarninki hech qachon g'arb ellari kelib mushlar da'vo qilib boqmagan kommunizm to'g'risida yoki Sovetning ustidan bir parcha da'vo qilib boqmagan. Bular hech qachon Amerikaga yoki Germaniyaga kelib dunyo O'zbekiston qurultiyi yoki dunyo Tojikiston qurultiyi deb qilib boqmagan. U chaqda bularga haqiqiy kommunizmlikda boy-boy yashagan. Hozir mushlarga desang qaytidi. Niyati durust bo'lganlikdan chattiqi yo'q jugashga Xudoyim ol omonatini deb xiyol yo'q odamga beribdi deb berdi. Bizchi bizning asli mustaqil bo'lganimiz bor, ammo da'vochilar chiqib kelib, mushun niyatni ay mustaqil bo'lib ketsak shirkatlar yepilib ketadi emasmi? Mustaqil bo'lib ketsak nimaning da'vosini qilsa, qaytanmaysa anchantingning ichida liq bo'qing chiqadi, anchan buning ichidan tortdi. Shuningga qaytanmaysa mustaqil bo'lmasak, mushta so'zib elaqi gelangishdak biznimizda qilmishda poldiring qilib shu vaqt o'tsa o'sha chik sen qaq shu pulingni olsang nomussizlik qilmay uya shu elaqi rasmga tushib chaplab elaqi uzundilarni biznimlarni yezib yursang yataq ichib o'ynasang shishi shuning bilan kay shishi shuning bilan ko'yitgan soyitgan deb sizlarga mushta xansuchiroq aralashtirib so'zlamasam Xitoy tillik josuslar sizlar tushunmaysizlar. Meningki menga chiqib ketishimlik sababni men deb berdim. Birinchi 1,5 yilga odam bor, uning oldidagilar adam qildi, uningdan bu bechorma kirib ketib, bundaq bo'lib ketdi. Bo'lmas chiqatdim. Men to'g'ri Hamid Shvetsiya kelgandan yo'q, vijdonim bilan yashadim. Hech qachon birsininki bir tem pulini qo'yib olgan yerim yo'q. Birisining oilasini buzib o'tgan yerim yo'q. Birisininki bir ko'zini chiqib o'tgan yerim yo'q. O'zimning yo'lda durust so'zildim. Men shukr samsaqni birnim dedim, chiqib birim dalaldimi, men inkos qaytira oldimmi? O'zining qo'ng'ik po'qni o'zi biladi shumi. Men chiqib deydigan bo'lsam, voy olib shukr samsaq minchilikka texi, mundiroqlari bor texi, universitetga kelib bir ish qilayotganlari bor, aqsabdi. Voy kompyuterlar ish qilayotganlari bor, men chiroy texnikasini tonish, boshqa shaharda ish qilayotganlar bor. Men texi minchilikim deb qo'ydim. Sen bilmaydi deb o'ylab kelsamsan, Finlandiyaga Jonfavidagi akalaring konsullar bilan kelib ketadi. Yeşil pasport bilan, diplomat pasport bilan men bilmamdim hech qaysini. Dubayga ketayotganlaringni bilmamdim, Tailandga ketayotganlaringni bilmamdim. Xalq uyg'oqqa burun menda gap batdi, o'rislarni jiq bilsang oz yashaysan deydi. Hozir davr almashdi, jiq bilsa jiq yashaydi. Mana narsam chiqib qolmasin deb. Men qo'rqmayman, mayli. Hayat degan bir qitim keladi, jannat Xudoyim oladi. Ya vang'ir qilib etilib ketma, ya belimga ya bir yarim bir pichoq qilib ketib qolma. Ya bo'lmasa o'lib ketma. Men o'lsammi sharafli oldi o'laman. Sharafsiz oldi o'lmayman. Men sharafsiz bo'lganimsam, ashning kayni po'qini yeb. Men olmin, Shangang, Singapur, Tailand uchib, manda rahat farag'at yashatdim. Men ishlaman kerak emas, men jafo tortib menga chiqib qilishlar. Men uchun bu jafo emas, men mush narsalardan huzur olaman, men baxt his qilaman. Ota-onamningki bir opam dadam ashning ichida 18 yil yasman, men 18 yil tursammi, bir o'g'il tug'ibdimi deb mening bir balamki, meni mashta qildi, men faxrlanaman, mashta suyunaman men. Mishtondan huzur olaman, men lazzat topaman. Bu xoinninkini bir chiqibla endi
Keşke birla adamның sözleydiği işimaya, ayol kishi so'zilsa, ayol kishiga ishtonchilik narsadan tortib, santimetrga mi to'shmaydi, ash narsadan go'yning oldi. Tazlig'ingni nachar go'yla. Ashta narsadan tortib avatidi ekansa, asha. Bir nim desi pishticha deydi ekansa. O'zang haq qo'ymachilik qildi ekansa, qochoqchilik qildi ekansa, ishiltib tashib etdi ekansa, ya bu nima degan nachar ya? San haqning yuragi bor-ku, qaraya qop qop ketibdi bor-ku. Birasing o'lmagicha, biqining go'sh pichoq tiqilmagicha qonsirab ash yerda xudoga nalat qildi. Bo'lmagicha sanqaq bor-ku. Bir kun birsingning jini chiqib qoldi bor-ku mushu. Xoyillarda mishada shu bilmay qolsa bor-ku qandaligingni. Aşçaqda çöçeysə sən qoyla aşçaqda oşqallarını tapsa. Xalqның degan vatanның içində cansırab, qansırab, bo'p ketbar, tipirlab ketbar da, aş doyillarda berib ketgan guvalıqları aş bichar qarindoshlarimizningki. Ay janobningki yesadiki bichar buaylar, iliq momaylar, chachlari chuvilgan. Iliq qizlar ballarga qammabdi. G'o'ji tarafdagi chegara rayonidagi kesib etilganlar. Ya unda qilmanglar, ey. Ya bu bo'pti, boshqa hech nima qilmas. Xoin olsun bo'pti, dapamanglar unda. Xalqimizga yuz kelgani kerak, yashayli. Dap cheppas o'ynamayli. Xitoy Uyg'urlarning ustidan irqiy qirg'inchilik qilyapti. Irqiy qirg'inchilik uchirgan millat zimin deb ega chiqdi. 2020-yili 1-oyning 19-kuni Prezident Trump hukumatiningki sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandim Jumhur Xalq Cumhuriyati Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik qilyapti deb Xitoyningki jinoyatini bekitdi. Xitoyningki jinoyati bekitilib bo'ldi. Hamdiki bizningki qiladigan ishimiz ota-onamizga ega chiqish, yaxshi mustaqillik davosida menayotganlarni qo'llash, xoinlarni oshkorlash, xoinlarga zarb berish, davoning ichidagi tutiya emas, yana bir nim bo'lib ketsa-mi, cho'qim uningga qarshi turishimiz kerak. Tarix takrorlanyapti. Biz hozir shundoq bir pichat davrga kelib qoldik. Vallahi ma davrdan huzurlanishimiz kerak. Biz degan 40-yillarda yashanmagan, ammo tarixda biz degan eng davolg'ich dunyoning ajoyib no'ch siyosatlari bo'lyapti. Ajoyib yaxshi ishlar oldimizda bo'lyapti. Biz bundan huzur elishimiz, bahrilanishimiz, vatan, millat deb biz o'zimizningki suygimizni ifodalashimiz hech nima qilib bermasakmi, xoinlarni qo'llamasligimiz, cho'qim maydonimiz inoq bo'lishi kerak. Men menda qarsam, nurg'un odamlar Trump hukumatida mustaqil cho'p ketgan, nurg'un odamlar haqdor bo'lib ketgan-ki, mana hozir shu akalarimiz Turkiyalarda ashtillagan odamlarning to'ylarini o'ynab yuribdi. Namazma qilishmaydi ekansa, rasvo ekansa va so'lamaklar. Elaqa bir namirchilar, ekranchilar hamma ashari yurishibsa, shuna to'qiniyat. Bir namdabtillang desa, kaynin taztillaysa. Ma Biden keldi, Xitoy bo'shab qoldi, bo'ldi. Biz bunda vaziyat yaxshi kirsak bo'ldi-ki, biz bu qurultayning ichidagi ba'zilar bilan bak ichib ketmayli. Bo'ldi, bu ishlar bo'ldi-ki, Amerika Xitoyga bo'ysunibdi, Bidenmi chiqibdi, bo'ldi. Bu anaqa Trump vaqtida o'rilib ketadi Xitoy endi bo'ldi. Bu kompartiyani bu Amerikadagi boylar saqlab qolgan o'xshaydi. Unda bo'lmaydigan o'xshaydi. Bizmi echishmayli, baribir uning qo'limizda nima kelibdi deb ba'zi bir haqqoniyatchilar, ba'zi bir to'g'ri yo'l demayotganlar yana ezib ketdi. Xalqning ko'zi bor. Ayni vaqtda qilgan ishlar hammasi videoga ilinib yozgan kompyuterlari hamma narsalar bor. Hech ketgan yo'q. Meniki o Amerikaniki prezident ishlarga aralashganlik men Amerika fasmamiz o'ntag'irlik bakni bilib ketmayman. Mencha bo'lsa xudoyimiz ishlar cho'qim yaxshi bo'ldi. Amerika Xitoyni dushman qatori ko'rib bo'ldi. O'ylamagan yerdan Xitoyning niyati buzilib Amerikaniki eshik to'planmoqchi bo'lgandi butun ishlarni. Xudoga shukr, vatanparvar marshallar, mayorlar hammasi bu ishni bilib kelib hozir buning qarshi strategiya tuzib bo'ldi. Shuningga vatan mustaqil bo'ladi. Mushu Xitoy virusi Xitoyni parchalaydi. Biz cho'qim boshqa hech nima qilmasakmi, shu atrofimizdagi xoinlarningki dipiga qat'iy usul o'ynamasligimiz kerak. Bulardan maydonimizni cho'qim yo'riq qilishimiz kerak. Xitoymi deydi bu maydoningni yo'riq qil.
deb. Shuningga toza tutdi qo'ylik 200 metre u bu deb. Bizningmi cho'qim maydonimiz aniq bo'lishi kerak. Vatandakilar 100 kiloligidek yashashimiz kerak. Meniki gapim tugdi. Undan bo'lsa, xudo muomonat qarindoshlar.